Assalomu alaykum. Bugundan boshlab biz sizlar bilan fizika qonunlari hayotda qanday ishlaydi, qachon qo'llaniladi, shu kabi savollarga javob olish uchun kichik tajribalar o'tkazib boshlaymiz. Bugungi o'rganadigan, tushunadigan mavzuyimiz bu atmosfera bosimi va gidrostatik bosim. Qisqacha mazmunini tushuntiraman. Buning uchun hozir birinchi kichkina tajriba o'tkazamiz. Hozir bu stakanni suv bilan to'ldiraman. Suvga to'ldirganimdan keyin og'zini mana bunday varaq bilan yopaman va uni to'nkaraman. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Mana bu atrofidan havo kirmasligi, ya'ni suv chiqib ketmasligi kerak. Buni yopgandan keyin zichlab endi qo'yib yuboraman. Agar qo'yib yuborsam, mana ko'rib turganingizdek, mana bu suv bu baliqchani yengib ketolgani, ya'ni tushib ketgani baliqchasi. Suv ham o'sha stakanda turibdi. Endi agar buni oladigan bo'lsam, sekin olaman. Mana o'sha suv to'kilib ketdi. Bu endi o'sha bugungi o'rganadigan mavzuyimizni amaliyotda kichik bir ko'rinishi edi. Endi men sizga nazariy tomonini va qayerlarda qo'llanilishini bu hodisani tushuntirib beraman. Birinchi to'xtaladigan hodisamiz bu bizga atmosfera bosimi. Nima deydi atmosfera bosimi? Qanaqa tushuncha? Mana oddiy misol uchun biz yashab turgan yer sayyorasi bo'ladigan bo'lsa, bu yer sayyorasini nima o'rab turadi? Havo qatlami o'rab turadi. Yer sirtiga yaqin joylarda havo zichroq joylashadi. Uzoqlashib ketavergan sari havoning zichligi kamayib boraveradi. Havo qatlami kamayib boraveradi. Ana endi bu havo qatlami o'rab turgandan keyin o'sha havo qatlami yerga tortish natijasida yerga qanday darajada bosim beradi. Bosim degani nima? Bosim degani misol uchun biz oddiy hayotda ko'p ishlatamiz, davleniya deydi-ku. Davleniya bizga bosim. Ya'ni yer sharini o'rab turgan havo qatlami shu yer sirtiga davleniya, ya'ni bosim beradi. Mana shu o'rab turgan havo qatlamining yer sirtiga beradigan bosimga atmosfera bosimi deyiladi. Ana endi yana bir narsani tushuntirib o'tishim kerak. Endi gidrostatik bosim. Gidrostatik bosim misol uchun oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana bizga oddiy suv havzasi bor. Qanchadir suv bilan to'lgan, qanchadir suv bilan to'lib turibdi. Ana endi mana shu misol uchun biz suvni sho'nglaydigan bo'lsak, yoki suvni tubida turadigan bo'lsak, bizga mana shu bizni tepamizdagi suv qatlami bizga bosim ko'rsatadi. Ya'ni qancha pastga tubga sho'nglayverganimiz sari bizda o'sha suyuqlikda bizga ta'sir qiladigan davleniyasi, ya'ni bosim katta bo'lib ketaveradi, oshib boraveradi. Bu atmosfera bosimi deyiladigan bo'lsa, mana bu gidrostatik bosim deyiladi. Ana endi atmosfera bosimini biz belgilaymiz, masalan, P0 bilan. Gidrostatik bosimni qanaqadir, masalan, P1 qilib belgilay olamiz. Ana endi hozirgi o'tkazgan tajribamni atmosfera bosimi va gidrostatik bosimlar orqali tushuntirib beraman men sizlarga. Bu yerda qanaqa joylar kechyapti? Masalan, bu biz agar stakanimiz bo'ladigan bo'lsa va bu yerga qog'oz qo'yilgan hozir va ichida
suv bor, suyuqligimiz. Atmosfera bosimi bunga ta'sir qiladi. Tepadan faqat stakanning tepa qismi yopiqligi uchun atmosfera bosimi mana bu suyuqlikka stakanning ichki qismiga kira olmaydi, chunki biz ichi berkitgan. Bu yerda qog'oz turibdi va mana bu yerda bizda suyuqligimiz bor. Suyuqligimizda, ya'ni suvimizni qanchalik balandligi bor. Mana shu suv, mana shu suyuqlik bu yerga qanchalik darajada bosim ko'rsatadi. Ya'ni shu qog'ozga bosim beryapti suyuqlik balandligi. O'sha gidrostatik bosimimiz formulasi, fizikedagi formulasi suyuqlik zichligi, erkin tushib tezlanishi va suyuqlik balandligi ko'paytmasini hal qiladigan fizika farqi hisoblanadi. Bu yerda xuddi mana shu qog'ozga pastga qarab I1, ya'ni gidrostatik bosim ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda tepaga qarab atmosfera bosimi ta'sir qiladi. Nima uchun tushib ketmayotganligining sababi bu yerda atmosfera bosimi gidrostatik bosimdan ancha katta hisoblanadi. Ya'ni atmosfera bosimining taxminiy qiymati 10 darajasida 5 paskal hisoblanadi. Bu yerda gidrostatik bosimning taxminiy qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, I1 suyuqlik bu yerda suv bo'lgani uchun uning zichligi 10 darajasida 3 kilogramm taqsim metr. Erkin tushib tezlanishini 10 metr taqsim sekundga olaman va stakanning balandligi, stakandagi suvning balandligini taxminan masalan 5 santimetr deb olaman. 5 10 darajasida minus 2 metr bo'ladi. Agar hisoblaydigan bo'lsam, bu 500 paskalga teng chiqadi. Bundan ko'rinyaptiki, agar hozir atmosfera bosimining gidrostatik bosimga nisbatini oladigan bo'lsam, 10 darajasida 5 paskal 100 ming bo'ladi. Shuni teshigiga nisbatni olishim kerak. Agar hisob kitobga olib boradigan bo'lsak, bu yerda 200 chiqadi. Ya'ni bizning holatimizda stakan ichidagi suvning qog'ozga ko'rsatadigan bosim atmosfera bosimidan ko'ra 200 marta kichikkan. Shuning uchun qog'oz o'zining joyida turibdi. Suv pastga tushib ketmayapti. Endi biz yana shunday savol paydo bo'lishi mumkin. Misol uchun atmosfera bosimi va gidrostatik bosimni yana qayerlarda ishlatishimiz mumkin degan. Bu masalan suv osti kemalarni yasayotganda kerakli tushunchalardan biri hisoblanadi. Masalan, mana bu dengiz sathi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni okean bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bizga nima bor? Atmosfera bosimi, havoni bosimi, bosimi dengiz sathiga ta'sir qiladi. Va mana bu okeanda suv bor. Masalan, bu yerda qandaydir suv osti kemasi bor. Suv osti kemasi qanaqadir balandlikkacha tushgan. Bu yerda endi o'sha suv osti kemasining sirtiga ko'rsatilayotgan bosim, to'liq bosim, agar P bilan belgilaydigan bo'lsa, atmosfera bosimi bilan gidrostatik bosimni yig'indisi. Ya'ni atmosfera bosimi suvni bosadi va gidrostatik bosim mana shuncha qatlamdagi bu ham qo'shimcha bosim beradi. Buni yana shunday yozadigan bo'lsam, P-ning atmosfera bosimi qo'shilgan suv zichligi, erkin tushib tezlanishi va hashparatlik. Endi bu qayerda kerak bo'ladi? Yana bir savolga qaytaman. Agar biz suv osti kemasining mana shu qoplab turgan materialni qanchalik chidamli qilib yasaydigan bo'lsak, u shuncha ko'p bosimga chidamli bo'ladi, shuncha ko'p bosimni ko'tara oladi. Va natijada shuncha pastroqqa sho'ng'ib oladi. Pastroqqa sho'ng'ilgan sayin hashparatlik ortib boradi bizda va bosim ortib boradi. Demak, suv osti kemalarida o'sha qilishayotganda, yasashayotganda uni materialni qanchalik
mustahkam qilib yasashsa, shunchalik katta bosimga chidam bera oladi. Bu degani shuncha chuqurlikka, katta chuqurliklarga tushishi mumkin bo'ladi. Endi sizlarga bugun aytmoqchi bo'lgan tushunchalar shunday iborat edi. Oxirida aytib o'tmoqchimanki, biz bugun sizlar bilan atmosfera bosimi nimaligi haqida qisqacha ma'lumot oldik. Keyin gidrostatik bosim nimaligini qisqacha tushunib oldik va tajriba ko'rdik va qayerlarda ishlatilishini aytdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.